Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar yoqtirgan buni bilarmidingiz urukini davom ettiramiz. O'tgan safargi urukunimizda biz to'piq vokablni ko'rib chiqqan edik. Ya'ni IELTSdagi ayniqsa writing va speakingga oid mavzularda so'z borligini oshirish masalasini ko'rib chiqqandik. Shu orqali sizlar bemalol shu 30 ta mavzu va uning ichida ham shu o'nlab mavzularni umumiy olganda 300 ga yaqin mavzu bu yerda bor edi va ularni o'rganib chiqsanglar har qanday mavzuga so'z bor topiladi deb aytgandik. Lekin faqat shu IELTSda va sefalarda writing va speaking bo'limlaridan so'z borligi bo'lish o'zi katta olib kelish kafolati emas. Ularni qanday ishlatish degan masala ham bor. Shuning uchun biz bu lug'atda ularni ham inobatga olgan holda speaking vocabulary hozir shuni ko'rib chiqmoqchimiz. Writing vocabularyni keyinroq ko'rib chiqamiz. Bugungi urukunimizni mana shu speaking vocabularyga bag'ishlamoqchimiz. Ya'ni so'z borligi bor, lekin ularni qanday tartibda ishlatishni, ayniqsa speaking ishlatishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, shu bo'limga kirasiz. Va u yerda o'ziga yarasha speakingda savol turlari, vaziyatlar, pozitsiyalar ko'plar bo'ladi va ularni ham mana shu jamiki hamma savol turlarini tortib vaziyatlarni o'z ichiga qamrab olgan. Misol uchun muloqot suhbatni boshqarish, ya'ni boshlash, kirish so'zlari bu to'piq vokablari emas, ularni qanday qilib suhbat jarayonlarini olib borish desak ham bo'laveradi. Misol uchun boshlash, kirish kiradigan bo'lsak, mana buni bir qator 7 ta narsa ko'rib chiqamiz. Bu narsa har birida bor bo'ladi. Ya'ni introduction, tanishtirish. Starting opening IELTS speaking means the language va hokazo. Ya'ni agar sizga bu maslahat yoki bo'lsa instruksiyani o'zbekcha tarjimasi keladigan bo'lsa, o'qib chiqsanglar, qanday boshlash va kirishni o'rgatilgan holatdagi tekst varianti va mana bu esa tayyor so'zlar boshlash uchun har xil uning ma'nosi, ishlatilishi, tarjimasi kerak bo'lsa, bular ko'pchiligimizga tanish. Well, actually, to be honest va hokazo. Ular bu yerda juda ham ko'p, 15 ta ekan. Keyin bo'lsa sentence structure, ya'ni tayyor shablonlar, ya'ni gap strukturalari. Biz o'qituvchilik qilgan paytimizda juda ham bu o'quvchilarimizni qisqa muddatda ballarni oshirish uchun yordam berardi. Va biz uni aynan ulardan tashqari yana ko'plab boyitib, ularni shu yerga qo'shganmiz va templates, ya'ni men yoqtirgan bo'lim, ya'ni shablonlar. Bularda o'quvchi o'zi xohlagan mavzuni bir tanlab, o'sha shaxsiy fikrlarini, javoblarini qo'yib, mana shularni o'rganish kerak deb hisoblayman. Ya'ni well o'zining shaxsiy fikri, for me va hokazo. Bu yer tayyor shpalgar yoki shablon desa ham bo'laveradi. Va o'zbeklar qiladigan, shaxsan o'zimiz 12 yillik IELTS tutorlik tarjimasi kelib chiqqan holatda o'quvchilarning qiladigan xatolarini aynan shu bo'limga oid yig'ib chiqqanmiz. Misol uchun, mana many Uzbek speakers start to suddenly with a short direct answers like yes or no. In IELTS speaking, it's often better to open naturally and then continue with one more idea. Misol uchun, yo'qmas, yes I do deb boshla ham. Yani tarjimasi bu yerda bilsangiz bo'ladi. Lekin yana yaxshiroq bo'ladi. Well, yes I do. Ya'ni kirish so'zlar bilan boshlash yaxshiroq va ayniqsa yana davom ettirish kerak deyilyapti. Ya'ni especially actually ko'p ishlatib yuborishini biz o'quvchilarda ko'rganmiz. Yoki bo'lmasam in my opinion juda ko'p aytib yuboradi. Chunki boshda o'rganib oladida, keyin esa tiliga yopishib qoladi. Va hokazo. For me ni ancha ishlatish. Xo'sh, buni tanishib chiqinglar vaqt ajratib. Juda ham o'zi ayni paytda qilayotgan xatolarni topib, ularni aslida qanday qilish kerakligini, to'g'ri variantlarini topsanglar bo'ladi. Va maslahatlarimiz. Bu esa umuman bu so'z emas, bu instruksiya, maslahat bu yerda. Deyarli so'zlar topmasligingiz mumkin, lekin bu yerda yaxshi maslahatlar topasiz. Aynan boshlashga oid, kirishib olishga oid, nutqingizni yaxshi boshlashga oid. Bu yerlarda maslahat, to'g'ri-noto'g'ri variant. Agarda endi ingliz tiliga yangi qadam bosayotgan bo'lsangiz, tarjimalari bor. Sal yuqori leveldagi o'sha tarjimalarni bekitib qo'yganmiz. Va oxirgi 7-bo'limimiz bu
namunaviy javoblar. Ya'ni real IELTSda aynan hozirgi shuncha 7 ta narsani o'rganganingizni endi mashq qilish uchun yoki bo'lmasa yana tayyor javoblardan 9 ga arziydigan javoblardan namuna olish eng yaxshi variant. Bu yerda albatta part 1, part 2, part 3 lar bor. Hammasini ko'rib chiqishlari mumkin. Shuncha o'rganishlari aynan o'sha sifr yoki IELTSdagi savollarda asosan bu yerda IELTS belgilangan. Chunki men boshida IELTS o'rganyapman deb belgilaganman. Kimdir sifr tanlagan bo'lsa, sifrga oid bo'lib chiqishi mumkin. Xullas, biz shunchaki boshlash kirish bo'limini 7 ta qismi ko'rib chiqdik va agar shularni o'rganib chiqadigan bo'lsanglar, endi sizlar speakingda har qanday mavzuni o'ta zo'r boshlaymiz. Bu esa hamma uchun patr edi. Ohangni yumshatish, tinglovchi tekshirish, suhbatga jalb qilish, uni vaqtdan yutish, o'ylab olish uchun vaqt yutish, o'zini tuzatish, xato qilib qo'ysa agar, mavzuni o'zgartirish, bular har biri ana shu, ya'ni 7 ta narsaga bo'linadi. Sizlar bilan tanishib chiqadigan bo'lsanglar, mana bu bitta birinchi muloqot suhbatni ham boshqarishni, uni boshdan oxirigacha 15 daqiqalik speakingda qanday olib borishni o'rganib olasizlar. Odatdagidek Wisdom ilovasi har bir narsani, mayda detallarni ham chetda qoldirmaydi va Advanced o'ta ham ilg'or va chuqur kirishgan holatda muammolarni hal qiladi va umid qilamizki, sizlarga bu ancha asqotadi. E'tibor uchun rahmat. O'qishlarga omad. Wisdom esa sizlar uchun shunday ajoyib funksiyalar yaratishda charchamaydi va yana ham yaxshi jihat va qo'shimchalarni kutib qolinglar. Salomat bo'linglar.